Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari. Mana bitta oshxonada, bitta akamiz oshxonasi neobichniy qilib mana akvarium yasalgan ekan. O'zingizlar ko'rdinglar. Bitta remont talab bo'lib qolibdi. Mana ko'rib turasizlar. Xudo xohlasa shuni bitta buzib, razmerlarini ham ozgina o'zgartirib, peredelkalarini qilib, chiroyli remont qilib beramiz, xudo xohlasa. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Videolarni bitgandan keyin chiroyli qilib joylaymiz. O'zgarishlar bo'lsa, o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari. Mana remont qilamiz degan akvariumimiz xudo xohlasa o'sha ichki tomonini bitkizib qo'ydik, buzib, aynalarni yangitdan qo'yib, yana fonlarini ham ko'k rang deydi, qora rangga o'zgartirib, ichki tomonni bitkizib qo'ydik. Xudo xohlasa ertaga tagi va oldi qismini bitkizishga harakat qilamiz. Yana bitta chiroyli video qilib joylaymiz. O'zingizlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari. Mana kechagi video davomi, xudo xohlasa. Xo'p, taglarini ham bitkizib qo'ydik. Mana oldi tomoni uchun qo'shimcha rebro qo'yildi. Xo'p, taglari bitdi. Xo'p. Mana tashqari tomonning aynalari ham o'sha tayyor qilingan. Xudo xohlasa hozir buni ham boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hadda shaqib turinglar endi. Xudo xohlasa bitkizib yana bir chiroyli video qilib beramiz. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.